Assalomu alaykum azizlar. Bugungi roligimizda Urgan shahrimizning ajoyib messasi dik yo'lning ustidan 3-qavatda 3 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Messa plajensamiz zo'r. Asosiy sentralning yo'lning ustida hurmatli vatandoshlar. Narx ham arzon narxda, remontdan chiqqan, dokument ham 100% tayyor bo'lib turibdi. Doğru adlansa öteden gaz ve suyundan muamması yok. Bakça mektepler hem yakın, bazarlar hem mesela okuşlar hem meri onaylı çok kimi mesele. Yine gördüğünüz gibi magazinler hem yan tarafında. Mesela şimdi meseleden acayip remonttan çıkan caykara bürgen yakınlarınız, dosyalarınız bu sefer videomuzu teşekkür etsek hürmetli vatandaşlar. Hem kanallarımıza abone olup videomuza like bas köşesinden çıkmadan kan getirkese birlikte kvartiramızı görebilirsek. Hazırlar 3. kavatam yetib keldik. Akkuratni dolmagan podizlar ham chesti ko'rib turgansinglar, hazırlar yaldirab turibdi. Eshiklar ham yaxshi eshiklar ham qo'yilgan. Bismillahirrahmanirrahim deb giramiz. 3. qavatda 3 xona kvartira. Hazırlar narx ham zo'r narxda girgandan beri aynalar o'rnatib qo'ydilar. Ko'chaga chiqadiganda bir usti boshingizga qarab chiqib ketish uchun oboy qilingan, pastlardan krasyalangan hazırlar. Giramlar döşelgen, bir anda bir zalı, bir de ikinci zalı, keyin spalniyasi bazda. Sanuzeli aşxonasi, keyin bu tarafda bekli balkonu var verandası. Bir yandan açık balkonla ötseniz bo'ladi. Yine birimiz 3.5 wattmış azmide, oboy qilingan, hazır bir anda açık balkonu yo'la qarab turibdi, dik yo'lning ustida. Atapli ham qilingan. Hurmatli vatandoshlar, joyimizda gap so'z bo'lishi mumkin. Hazır ikki xona dolmadan bir azroq farq etib turibdi. Kelishib beriladigan yer ham bor, dokumenti taq. Hürmetli vatandaşlar, bir anda sanuzel kısmı var da işler yağaç eşik, divarla patolog plastik sanuzel, vandan özergen, uytazlarım özergen gaz, ve sular ve muammasız gap turibdi. Bir de aşxonamızdan giramlar döşelgen, kuxinni mebelleri var, gaz plita, bir de kafel qilingan, ve Allah'dan oboy qilingan, pastlara krasyadan chiqqan, otopleniyasi yine demir kat yo'lidan ixchamasından qo'yilgan. Bir de rashtinli bakları. Hazırlar şehrimizde ajoyib messasi Palvon Dükan, Jo'rabek salonuna yakın yerde 3. qavatda 3 xona bor, dik yo'lning ustida joylashgan. Birimiz ham 3.5 kattalikda tushgan. Birimiz zal, 2 zal, 1 spalniyadan iborat. Ikkisini spalniya qilib qo'yaverasizlar. Birisi zali bo'lsa, bir 2'ye 3 razmerdan veranda qismi. Benim işleri yağaç işlerden, atapleniyasi bor, profil registrda o'rnatilgan. Akkurat ne joy ekan. Bu tarafda spalni 270'e 560 kattalikda tushgan. 3 xonasi ham uzunligi bir xil razmerda, bir однотонный, аккуратный fonda, eshiklar yog'och eshik. Azizlar, narxini to'xtalib o'tsak, narxi 415 million so'm. Kvartiramizning yon tarafida bog'cha maktab bor, dik yo'lning ustida joylashgan 19 marshruti o'tib turibdi. Magazinning ismi bozor, eshikdan muammosi yo'q. O'qishlar ham yaqin. Hurmatli vatandoshlar, Gidro kollej, avtodorожный kollej ham, Narxus universiteti azizlar. Urdu universitetidan peshkom borsangiz bo'ladi. Hatto bir 15 minutda peshkom borasiz. Arqayn borganda. Marshrutda minsangiz 5 minutda borib tashlaysizlar. Narxi 415 million so'm kelishadigan yeri va kelib ko'rib ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi azizlar. Kanallarımıza abone bo'lsa abone bo'lib, videolarimizni like bosib köşesinden çıkmasın. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib borasizlar. Joylarimizga baho berib, necha joylar kerak bo'lishini yozib qoldirsanizlar, qo'ldan kelgancha shuning joylarini sizlar e'tiborlaringizga havola qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.